Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi shedevr fason darvozamiz hozir lak tepish jarayoni. Xudo xolos kuzatib tursanglar, qay darvozasi bityapti, hammasini obzorlarni tashlab o'tamiz. Kech qolar usta. Xudo xolasa biz bu lak sepiladi, mana bunga sepilyapti, bu bo'ldi bu. Shedevr eng original full variant xudo xolasa, o'ta og'ir mashina chiqqan. Mana bu darvoza Oqtosh darvozasi. Oqtosh Shahant darvozasi. Mana bu kichkina kalitkasi 80 ta berilganlar. Stopotcha. Layerista. Q1 listi. Hozir ish jarayoni bu. Mana bu yerda telefonini beramiz. Mana bu yerda Samarqand fason Angren darvozasi. Mana bu yerda gigant razmerimiz 440 ga 4 metrli Aslan tekstilning darvozasi. Hozir bu ham majda bo'lyapti, xudo xolasa. Bu yerda mana shogirtlar ham forma bir xil polni listlar bezilib bo'lgan, hech qayda loq-quloq ham yo'q. Eng full varianti. Hozir nergada ham ishlarimiz, nersiximizda ham obzor qilib o'tamiz, turasizlar. Mana navbatdagi darvozamiz kraskadan sip bo'lganmiz. Sifatlarni bitta birgalikda ko'rib olamiz. Inshaalloh laklari ham o'ta nejniy sip bo'lgan, burchaklar ham çok iyi holatda. Hozir shuni gruntovkadan sepilyapti. Hozir yangi chiqqan bollarni gapi bor. Brendi lak, brendi gruntovka. Eng qizig'i o'sha yangi bollarga qo'shilib, eski ustalar ham aynayapti. Brendi lak, brendi gruntovka. Okeylar. Mana mashinasi o'zi bo'ldi, o'sha gap so'z kerak yo'q. Bitta ko'rsatiladi bo'ldi. Mana. Nima qilish kerak? Brendi lak, brendi gruntovka. Bo'ldi, shuni ko'rsatiladi bo'ldi. O'zi xalq tushundi o'zi. Xudo xolasa gruntovkalar sepilyapti buni. Bu yerda esa 2 qavatli Farg'on yozgan, Andijon shahri qo'nganadi. 2 qavatli eng full varianti. Shumkalar bo'lgan. 90 boy stroller. Xudo xolasa kimga sifatli yaxshi darvoza kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Katta gapirmaymiz, ko'p gapirmaymiz. Ish sifatiga %100 javob beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa sog' bo'linglar, charchamayman.